bo'ladigan bo'lsa shu soha bo'yicha. Marhamat. Hisobot o'rniga hozir ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Marhamat. Aka tribunaga turasiz, bitta rasm qilamiz. Hozirda ko'rganimizlar doim ekanmisiz? Ha. Bo'lmasa tafsilot ko'ramiz. Bu masalani doim komissiyada ko'rdik. Doimiy komissiya a'zolari bilan fikr mulohazalar berdik. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan korrupsiyaviy holatlar bizni viloyatimizga nisbatan tumanimizda juda yaxshi, bunaqa ko'rma qilinmagan. Bugungi yilda bittagina holatda ko'rsatib o'tilyapti korrupsiyaviy holat, pora olish masalasini. Biz nimalarga, ichki ishlar xodimlariga o'zimiz fikrimizni berdik. Korrupsiyaviy holatlar faqat pora olish yoki pora berishdan iborat emas. Bu yerda juda ko'p nimalar shoxchalari bor, belgilari bor. Shular hisobga olganimizda kelgusi safarga nimalaringizni, hisobotlaringizni to'ldirib kelinglar. Shu bilan birgalikda bizga bundan keyingi nimada deputatlarimizga ham korrupsiyaviy holatlar bo'yicha nima takliflaringizni aytinglar dedik. Shuni ko'rib chiqqanmiz, ma'qullaganmiz. Savollarga bo'lsa marhamat, agar nima lozim topsa, shu korrupsiyaviy holatda aytib o'tsa ham bo'ladi. Juda to'g'ri aytib o'tgan safargi yig'ilishimizda shunga to'g'ri yo'naltirdik. Keyingi sessiyalarda odatda shuni band faqat pul olib pul berishimiz, balki boshqa sohalarni ham berishga qaror qildik. Hujjatda juda ham chiroyli qilib tushuntirgan. E'tibor shunga qaratasiz, rahbariga ham yetkazasiz. Boshqa qo'shimcha savollar yo'qmi? Savol berishiga. Qaror loyihasi asos uchun qo'llaringizga tarqatilgan taklif bor, rasmlar berishlaringizni hozir so'rayman. Ashrafjon, siz o'rinbosar bo'ldingmi? Ha, siz ijrochi. Ha, qaysi yo'nalishda? Endi 3 ta o'rinbosarlikka tavsiya qilishyapti, endi vazirlik hal qiladi. Boshqa tumanga bo'lib ketishadi. Mayli, omad sizga. Bizlar ruxsat so'rasiz, boshqa tumanga olsa ruxsat so'rasiz. Tayyorlash oson bo'lgan. Rahmat. Hisobot tashlab qo'yishdan so'rayman. Rozilar? Tashlandiq qarorlar rahmat. Sessiyamizni oxirgi so'z masalasini ta'tilimizga beramiz. Sessiyamiz bo'yicha xulosani o'qib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 18-sessiyasi belgilangan tartib va reglament talablariga to'liq rioya etgan holda tashkil etildi. Kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar atroflicha va batafsil muhokama qilinib, har bir masala yuzasidan mas'ullar va mutasaddilarning hisobotlari eshitildi. Muhokamalar davomida bildirilgan taklif va mulohazalar inobatga olingan holda masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilindi. Sessiya ishi amaldagi qonunchilik, me'yoriy huquqiy hujjatlar hamda belgilangan tartib taomillariga to'liq muvofiq ravishda yuritildi. Sessiya yakunida barcha ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha tegishli xulosalar chiqarilib, belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, oldik prokuror 7-chaqiriq 18-sessiya oldiga qo'yilgan barcha masalalar ko'rib bo'lindi. Sessiyani o'tkazish bo'yicha kimda qanday so'z bor, taklif bor? Ma'qul? Yaxshi. Demak, bugungi ishimizni yakunlayman, e'lon qilaman. Rahmat hammangizga. Endi bitta narsa qilinmay qo'yinglar, hurmatli deputatlar. Mana bugungi sessiyamizni 2 marta o'zgartirdik joyini.